Assalomu alaykum, berne ahli. Bugun penaboglarimizni yana bir qator ko'rgazib o'tamiz. Bugungi sanamiz 17-iyun 2026-yil. Penaboglarimiz qurtayib turibdi. Penaboglar o'zi 100% qurib bordi. Bu yerda mana перегородка penaboglarimiz bor. Bolar ham shu 100% qurib turibdi. Yerdan mana bolar sal keyinroq chiqqan. Ust taraf qurgan. Tagi hali qurmadi. Shundaylar qurib bordim ekan. Adresni aytib o'tsam hali. Bu yog'i Beruniydan Beruniy Bo'ston tarafdan kelsa bo'ladi bu yoqdan. Beruniy shahridan. Bu yog'i Xayrli Pavorot deb aytiladi. Xayrli bog'dan O'razboy Jumaniyasi maktabga borsa bo'ladi, 48-maktabga. Yana bo'qamiz bor hozircha. Hozir yana bir klientimiz 350 dona so'raydi. Shularda aparatimiz. Bu yerdan yukladik, yo'l tarafdagilarni yukladik. Qurtibdi yana bo'qlar. Sifatini o'zi ovozini o'zi aytadi. Qattiq boshlig'i. Navbatlar sifatli, yaxshi etib qo'yib turibmiz. Bu yerda shu ukullatoklar bor. Ular zakaz etsanglar chiqarib beramiz. Bu penaboglarimiz qurib turibdi. Kimga penabog kerak bo'lsa telefon nomerda ekranga yozib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar. Beruni bo'ylab dastavka etib beramiz. Baholarni aytib o'tsam, bu 20 ga 30-60 penabogning bahasi 16 ming so'mdan. Bu yerdagi 12 ga 30 bahasi 10 ming so'mdan var. O yoqda turganlar. O 16 ming so'mdan. Beruni bo'ylab dastavka etib beramiz. 16 ming ichida. Telefon qilaverasizlar.